Sen do'stlar, meni Minecraft yo'q, to'g'ri, lekin men sizlarga qanday qilib YouTube kanal ochishni o'rgataman. Hozir YouTube'ga kirib olamiz. Mana kirdim. Shu yerda ana shu yerdagi qo'shuvni bossanglar video chiqarsanglar bo'ladi. Mana shu yerdan qilsanglar bo'ladi. Jonli aytgan post, bitta qisqa video, bitta oddiy video. Shundan qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerga kirsanglar bitta nomerlarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Keyin ruchkaliga kiramiz. Keyin bu yerda ism, bu yerda rasm qo'yamiz. Shuning uchun ko'rishguncha xayr. Keyin albatta like bosib obuna qo'ying. Salom do'stlar. Bular yana Minecraft va ukam oldimda bo'pti gapiraver. Mushigim bor. Ukam kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar Minecraft. Men hali video chiqarmaganman. Shu bugunmi ertagami video chiqarib qoladi jonli. Mishig'imizni ham meni ham yuzimni ko'rasizlar shunda. Hozir sizlarga qayerdan video chiqarishini ko'rsataman. Mana shu yerdagi qo'shuvchaga bosasizlar ustiga. Ustiga bossanglar post, jonli, qisqa video. Bundan oldin video chiqarmoqchi edim, u chiqmay qoldi. Shuning uchun albatta like bosib obuna qo'yinglar. Faqat kamerasi ishlamay qoldi. Va endi sizlar ko'proq like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, albatta. Meni yaxshiroq bloger bo'lishimga yordam bergan bo'lasizlar. Juda ham katta. Albatta Artifact, Yadrogus, Oripo, Play obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmaganlar. Men 20 ta obunachi bo'ldim. Bugun ertagami shu bitta bo'ldim, 5 ta bo'ldim, 10 ta bo'ldim deb chiqaradiganlar yo'qsa chiqaraman. Shuning uchun hozirchalik xayr. Keyingi safar Mana mening mushugim bor. yo'q deb qo'yar. Mursik. Eshitdinglarmi? Yomon mushugim. Mana hozir. Yadro o'z meni Azizbek degan do'stim aslida. Yadro o'z deb yozasizlar. Keyin mana. Keyin u yerda har xillar bor. Mana birinchi qism ham qo'yibdi. 7 minut 11 sekund olgan. Albatta bu kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. 7 ta obunachisi bor. Ya menga o'xshab tezroq obunachisi ko'p bo'lsin do'stlar. Axir. Darhol xohlaysizlarki, agar sizlarga bitta narsa aytish esimdan chiqibdi. Sizlar kommentariyaga yozasizlar va o'sha gapga nechta ko'p like kelsa, o'shani kanalni reklama qilamiz. Keyingi safar 1 minut tarqatamiz. Aldayapti. Yadro zo'r chiqibdi video. Yadro zo'r chiqibdi video. Yadro. Ikkita bersa kelsa urpam. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu men do'stim. Qo'yamiz. Nechun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.
Qatmay. soat oldin. Toshkent jurnalda Toshkent Xohlasanglar kommentariy yozinglar. Agar xohlasanglar men videoni qilaman. Umuman yuklarsiz. Keyingi videosida men bo'lishim bilan biz bo'ldi. Yangi hayot Google'dan boshlandi. Darligini qaranglar, sizlar chunki fayl ham kerak bo'ladi. Bu faylni o'tkazib olinglar. Hozircha hayır. Keyingi videolarda Ajrashdim. unamas ekan bittan olmaydi. Ana. keyin Ori. O. Play. Deb yozasizlar. Hozir. Xohlasanglar tezlashtirib yuboringlar shu paytda. Hozir telefon hozircha yaxshi ishlamayapti. Biraz Oribo Play qilib yozilishini ko'rib oldinglar. O'shanda birinchida chiqadi. Yana bir zona ham bor. Shunaqa kanal ham bor. Unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Yana yaxshi videolar chiqaradi. Oribo Play bilan bir zona ba'zida qo'ng'ishli, ba'zida kulgili video chiqarib turishadi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar ularga albatta. Mana shu bir zona. Hozir. Boshqa narsani bosardim. Mana bunday qilaman. Mana shu bir zona. Gan hozir tochkasini yoqib turadi. Hozir bir saniya. Do'stlar, hozir Oribo Play'ni ko'rsataman. Oribo Play mana shu Oribo Play. Men sizlarga artefaktni ko'rsataman. U meni eng yaxshi ko'rgan kanalim. do'stlar, sizlar bilan Minecraft Mana BDV degan kanali ham bor. O'san do'stlar, Minecraft va Minecraft. Hozir ukam ham video chiqaryapti. No, obunachi juda 747 mingta obunachi. 81 ta video bilan atiga. Menikimi? Meni Ne bo'ldi? artefaktni videosi. Albatta bunga obuna bo'lish kerak. Albatta bunga obuna bo'lish kerak. Obuna bo'lmasa uyat. BDV kanalga ham bor. Mana qaranglar. Mana do'stlar, Bunda sizga qaranglar. Ter, hid va teri bezovtaga qarshi Nivea qora va oq. Nivea teri uchun. Minecraft, lekin barcha o'yinchilar uchun bitta inventar. Ya'ni bu degani sizning inventaringizga agar biron xil narsa tushsa, bu shu zahoti hamma o'yinchilarda paydo bo'ladi va do'stingizning hayotini asrab qolish ham mumkin. Yoki aksincha, agar bitta o'yinchi hamma narsalardan ayrilsa, boshqalari ham ayriladi. Ayni shunday Minecraftda men va do'stlarim ajdarni mag'lub qilishimiz kerak. Men yoqqan bo'lsa videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying albatta. 2. Hayır.